Tezkor Ivanka Trampga suiqasd qilishmoqchi bo'lishgan. 2020-yil yanvar oyi. Yodingizda bo'lsa, prezident Tramp Bag'dodda Eronning eng qudratli harbiy qo'mondoni general Qosim Sulaymoniyning o'limiga sabab bo'lgan dron hujumlariga buyruq bergandi. O'sha vaqtda Eron qasos olishga va'da bergandi. Ko'pchilikka noma'lum narsa esa bu qasosning nomi Ivanka Tramp ekanligi oydinlashgan. Tanishing 32 yoshli Muhammad Bag'ir Saad Dovud al-Sadi, Iroq fuqarosi, Eronning eng xavfli deb ko'riladigan hamkorlik qiluvchi proksi kuchlaridan biri bo'lgan Katayib Hizbulloh ichidagi yuqori lavozimli qo'mondon. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri o'qitilgani va moliyalashtirilgani aytiladi. Sulaymoniy o'ldirilganidan so'ng al-Sadi atrofidagilarga qasamyod qilgani va xuddi Tramp bizning uyimizni parokanda qilgani kabi biz ham Tramp oilasini parokanda qilish uchun Ivankani o'ldirishimiz kerak degani aytilmoqda. Bu shunchaki gap emasdi. U Ivanka Tramp va uning turmush o'rtog'i Jared Kushnerning Floridadagi 24 million dollarlik uyining to'liq me'moriy chizmalarini qo'lga kirita olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa arab tilida to'g'ridan-to'g'ri tahdid bilan ularning mahallasi xaritasini joylashtirib, na saroylaringiz, na maxsus maxfiy xizmat sizni himoya qila olmaydi. Biz hozirda kuzatuv va tahlil jarayonidamiz. Bizning qasosimiz albatta vaqt masalasidir deb izoh qoldirgan. Taxminan bir hafta oldin 15-may kuni al-Sadi Turkiyada hibsga olingan va darhol Qo'shma Shtatlarga ekstraditsiya qilingan. U hozirda Manhattan federal sudida terrorizm bilan bog'liq 6 ta ayblov bilan ushlab turilibdi. Adliya vazirligining ochiqlagan va e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, u Yevropa va Shimoliy Amerika bo'ylab qariyb 20 ta hujumni boshqargani yoki muvofiqlashtirgani. Amsterdamdagi Bank of New York Mellon filialiga portlovchi moddalar bilan hujum. Londonda 2 yahudiy erkakning pichoqlanishi, Torontodagi AQSh konsulligida sodir bo'lgan otishmalarga aloqasi haqida so'z borgan. Washingtondagi Iroq elchixonasining sobiq xodimi ham New York Post gazetasiga qotillik rejasini tasdiqlagani aytiladi. Yana bir ikkinchi mustaqil manba ham buni alohida tasdiqlagan. Siz bu holatga qanday qaraysiz? Shu kabi siyosiy qotilliklar davlatlar ichidagi va tashqarisidagi munosabatlarga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz?